Assalomu alaykum, xayrli kun azizlarim. Biz hammamiz bilishinglar uchun Namanganlimiz. Kimdir biladi, kimdir bilmaydi. Namangan Uychi tumani va O'nhayat qishlog'idamiz. Juda ham ko'pchilik muxlislarimiz aynan shu qishloqdan kuzatishar ekan. Sizlarga manfaatli bo'lishi uchun Rustam aka o'zimizning qadrdonimiz, Adajonimni eng yaqinlari va oilaviy havas guruhining muxlisi ekanlar. Sog' bo'ling. Oilaviy muxlis. Sog' bo'ling, charchamang. Uyingiz xuddi dachaga o'xshaydi, Rustam aka. Mana shunaqa qilib Juda katta ekan. berib qo'ydi shuni. Sog' bo'ling. Endi men endi kachelalar ko'rib turibman. Nima endi qanaqa ishlar qilasiz? Bu kachelalar sotiladiganmi? Sotiladigan shu xalqimizga arzon kachelalar yasab topshirish maqsadida mana shuni boshladik. Farzandlar bilan oilaviy. Xudoga shukr, mana chiroyli chiqdi deb o'ylaymiz. Vobshe zo'r chiqdi. O'zingiz yasadingizmi? Shu bolalar bilan yasaganmiz shuni. Voy, vobshe chiroyli. Biz ham uchastkamiz bitsa olib Bitta ketamiz. olib ketasizlar, xudo xolasa. Rosa zo'r ekan. Qarang, mazza qilib salqinda o'tirasizlar. Ham ixcham. Ixcham ekan, zo'r ekan. Qo'pol emas, ixchamgina. Zo'r ekan, rosa. Qo'lingiz gul ekan, o'zi 10 hayotlilar qo'li gul bo'ladi. Rahmat, salomat bo'linglar. Sog' bo'ling. Yana nima ishlar qilasiz, Rustam aka? Bunda endi ichkarida seximizda mramor kesish stanovlari, paxta press, bakalashkaga, qog'ozga, metallomga, fleshlarga pressli yasab beramiz. Voy, ana. Shuncha ishingiz bor ekan. Sog' bo'ling. Eng qiziq joyi, necha pul bular? Bularning narxi 2,5 million. Agar havas guruhi nomidan kelishsa, Ana. yengillashtirib dastlabkasidan Bizni nomimizda skidka qilib berasiz. qilib beramiz. Bo'ldi. Bemalol murojaat qilinglar bo'lmasa mana. Ana. Mana shu Gabarit korobkada katta bo'lar bo'lganligi ekan, uchun, mana shu. Mana korobka ixchamgina bo'lar ekan. Gabarit katta bo'lganligi uchun buni korobkaga joylashtirib Ana. Demak, O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmati ham mavjud. yo'lida bor. Ana. Bemalol dastavka qildirib, o'zingizlarning uylarda, Samarqanddami, Buxorodami farqi yo'q. Xorazmda bo'lsa ham dastavka qilib berishadi. Shunaqa chiroyli kachelalar, bunaqa narxda hech qayerdan topolmaysizlar. Bemalol ishonchli qo'ldan olganinglar 1000 marta yaxshi. Ham qaranglar, temirlari shunchalik darajada mustahkam, buni ushab ko'rganda bilsangiz bo'ladi. Shunaqa mustahkam, chiroyli qilib, juda chiroyli qilib yasalgan. Qo'lingiz gul ekan. Sog' bo'ling, Rustam aka. Rahmat. Aytdim-ku, dachaga o'xshar ekan. Haqiqiy uylarida mana basseynlari ham bor ekan. Bir kechki payt, kechki salqinda yo kunduz kuni bolalar mazza qilib cho'milsa kerak. Rosa ham fayzli xonadon ekan. Juda ham zo'r ekan. Rosa yoqdi menga. Hozir nima? Sexlarni ko'rsatmoqchilar, Rustam aka. Sizlarga yana ham tushunarli bo'lish uchun kiramiz. Mehnat, mana